Parvatdan bunday qilib tushiraveradi. Yashamayman bu bilan. Nimaga jon? Bola mehnatkash bo'lsa hamma ovqatlarni qilsin. Ha, g'ilminda qayish kesgan oshlarni yirtib qo'yaman. San Sebastian qila olasanmi? Nima u, kinomi? Yo'q, ko'rsatuv. To'xta, bo'ldirib qo'yaman. Menga paxta chopding, ekinlarga qarading. Kerak bo'lsa yuri jigarini sug'urib olaman. Qo'ying, singilcha, yerda jigar joyida turaversin-da, qo'ying. Agar kelgunimcha shlaka blogingiz yo'q, uyda hidi ham qolmasin buningizda. Qiz bola degan sal nozik arashma bilan yuradi kelin. Men faqat oyoq bilan yuraman, oyijon. Men nozlanish deyapman kelin. Mana bunday. Birinchi bo'lib qomatni to'g'rilaymiz. Keyin esa yelkani sekin pirillatgan holatda nozik arashmalar bilan yuramiz. Wow, ismingiz nima, jonidan? Ya kelin, Ya, uzr oyijon. qaytaring. Yelkam qimlasam oyog'im yurmayapti-ku. Undan ko'ra yer ag'daray. Men bunday qilib yura olmayman. Yurasan. Sen yurmasang yering yurib ketadi. Kelin, choy olib keling deganimda ozgina engashib, lablaringni cho'chchaytirib, ovozingni qisib, assalomu alaykum deysan. Tushundingmi? Oyijon, shunchalik qisib chiqarish shartmi? Shart. Keyin sekingina miyig'ida kulib uyga kirib ketasiz. Ula, yaxshi keldingmi bolam? Kelin, choy olib kel. Assalomu alaykum. Ya, onasi emsi ketmandi, qancha jo'ngan bilan baribir tesha bo'lmas ekanda. Ketman.